universitetimizni yer tuzish fakultetiga 1971-yil o'qishga kirib, 1976-yilda muvaffaqiyatli bitirdim va imtiyozli diplom sohibi sifatida, demak, yer tuzish loyihalash kafedrasida assistent lavozimida ishlay boshladim. Bundan keyin ilmiy faoliyatlarimga qisqacha to'xtaladigan bo'lsak, universitet yosh olimlar kengashini a'zosi sifatida, aspirant sifatida, demak, 3 yil faoliyat yuritdim. Ilmiy ishlarim natijasi sifatida iqtisod fanlari nomzodi darajasiga erishdim. Faoliyatim davomida 3 marta kafedra mudiri lavozimida ishlashga muyassar bo'ldim. Bundan tashqari 1994-1996 yillarda 6 yil davomida, demak, yer tuzish fakultetini dekani lavozimida ham faoliyat yuritganman. Endi talabalik yillarida va umuman shu 50 yillik pedagog sifatida, soha pedagogi sifatida faoliyat yuritish davomida juda ko'p yutuqli, omadli holatlarni kuzatdim. Bundan tashqari ayrim paytlarda tushkunlik davrlari ham bo'lgan, o'sha murakkabliklar, ayniqsa o'sha paxta terimi davridagi 70 kun, 90 kungacha, demak, Mirzacho'l hududlarida paxtalarda talabalarga rahbarlik qilib, o'shanday bir mashaqqatli davrlarni ham kechirdik. Endi albatta o'qish, o'qitish faoliyatimdan bilan birgalikda soha bo'yicha ilmiy tadqiqot ishlarida ham ma'lum darajada faolligim bor deb hisoblayman. Chunki men 4 ta xalqaro loyihalar tarkibida faoliyat yuritdim. 8 ta nomdagi ilmiy yo'nalishlarda, demak, fundamental, amaliy va innovatsion loyihalarga ham rahbar, ham ijrochi sifatida faoliyat yuritishimga to'g'ri keldi. Natijada 20 dan ortiq xorijiy davlatlarda soha bo'yicha malaka oshirish, ya'ni stajirovka va ilmiy xalqaro anjumanlarda ishtirok etib, o'zimni soha bo'yicha bilimim, ilmimni oshirishga ma'lum darajada muvaffaq bo'ldim. Endi bugungi kundagi faoliyatimga to'xtaladigan bo'lsak, demak, o'sha dars berish jarayonida albatta shu chet el rivojlangan 7 talik, rivojlangan 20 talik, rivojlangan 50 talik davlatlar tajribasini o'rganish asosida shu narsaga amin bo'ldimki, hozirgi talabalarimizga shunday maslahat bergan bo'lardim. O'sha rivojlangan davlatlardagi universitetlarda amalga oshirilayotgan ishlar, yutuqlarni o'rganish asosida shunday fikr bildirmoqchimanki, barcha rivojlangan davlatlardagi ta'lim tizimi professor o'qituvchilari talabalardagi 3 ta xislatni yuqori baholar ekan. Birinchisi, sohaga oid fanlarni o'zlashtirish, ya'ni mukammal o'zlashtirish darajasi birinchisi. Ikkinchisi, o'sha olgan bilimlarini matn ko'rinishida ifodalab berish san'atini bilishi va uchinchisi, o'z-o'zidan talab qilinadi, bu tashabbuskorlik. Talabadagi tashabbuskorlik. Mana shu 3 xislatni
Demak, barcha rivojlangan davlatlarda birdek ijobiy baholanishini kuzatdim. O'sha suhbatlarda, anjumanlarda o'sha soha bilimini beradigan professor o'qituvchilarni tajribalarini o'rganish asosida shularga amin bo'ldim. Endi bugungi kundagi faoliyatimizda bir narsa kuzatiladi. O'zbekiston talabalariga qanday bir maslahat yoki yo'l yo'riq sifatida agar aytadigan bo'lsak, o'sha 3 ta rivojlangan davlatlardagi talabaga qo'yilgan sifatlarga qo'shimcha ravishda bizning talabalarimiz kompyuter savodxonligini mukammal bilishlari kerakligi. Undan tashqari chet tillarini mukammal kamida bitta yoki 2 ta 3 tasini mukammal bilishi zarurligini bugungi kundagi zamon talabi, mana davlatimizning rivojlanishi, fan texnologiyalarni dunyoviy bilimlar asosida rivojlantirish uchun qo'yiladigan talablarga asosan mana shu narsalar ham menimcha zarur deb hisoblaymiz. Bundan tashqari biz bilamizki, har qanday mutaxassis o'zini nafaqat bilim darajasi, balki ma'naviy yuksakligi, muloqotga kirishuvchanligi, bundan tashqari o'zimizni qadimiy urf-odatlarimizni saqlagan holda zamonaviy bir fikrlashni yoki dunyoqarashni, nafaqat umumiy dunyoqarash, balki soha bo'yicha dunyoqarashni kengaytirish. Masalan, bir tumanda ishlayotgan mutaxassis faqat tuman doirasida emas, viloyat, respublika, dunyo miqyosidagi fikrlar bilan o'sha sohasini boyitishni men taklif qilar edim, istar edim. O'shanda yuqoridagi rivojlangan davlatlardagi xususiyatlar va O'zbekiston talabalarini xususiyatlarini uyg'unligini ta'minlaganimizdagina biz o'sha davlatimiz rahbari va hukumatimiz belgilagan yoshlarga bo'lgan umidlari, yoshlarga bo'lgan ishonchlarini yanada mufassalroq egallab va hayotiy tajribada qo'llash imkoniyatlari rivojlangan bo'lar edi degan fikrim bor. Albatta, yana bir bor rivojlangan davlatlar tajribasi shuni ko'rsatadiki, bu nafaqat O'zbekiston, balki eng rivojlangan davlatlarda ham Yaponiya, Angliya, Fransiya, Italiya, Amerika Qo'shma Shtatlarida ham shu bugungi O'zbekistondagi joriy qilingan ta'lim tizimi ularda ham bizda ham birdek saqlanib qolgan umumiy talablar bir xil. Ya'ni nafaqat shu sohani fanlarini mukammal bilish, kelajakda o'sha soha bo'yicha yangilik yarata oladigan, yangi texnologiyalarni joriy qilish yoki taklif, tavsiya bera oladigan mutaxassislarga ehtiyoj bugun mavjud. Bo'lmasa oddiy bir sohani egallab turib, uni pensiyaga chiqquncha deylik, ishlab yurgan bilan hech qanday bir yangilik yaratib yoki bir o'sha sohani rivojlanishiga hissa qo'sha olmaydigan mutaxassis har qayerda bo'lsa ham o'zini haqiqiy o'rnini topa olmaydi degan fikr bor. Demak, yuqoridagilardan xulosa qilib shuni aytishimiz kerakki, endi o'zimni faoliyatimdan kelib chiqib gapiradigan bo'lsak, bir nechta darsliklar, 10 dan ortiq o'quv qo'llanmalar, 15 ta monografiya, 250 dan ortiq ilmiy maqolalar chop etish tajribalari shuni ko'rsatadiki, albatta ilg'or fikrlovchi mutaxassis, yosh mutaxassislar aynan bugungi kunda talabaga javob beradigan texnologiyalarni mukammal o'zlashtirgan talabalarni kelajagi ham porloq bo'ladi. Ularni haligi zamonaviy tilda aytadigan bo'lsak, karyeralari ham juda yuksaklarga ko'tarilishi
kuzatib turibmiz. Bizda fakultetimizda 50 dan ortiq bitiruvchilarimiz dunyoni juda ko'p davlatlarda, universitetlarda bitirib kelib O'zbekistonni kadastr sohasini rivojlantirishga munosib hissasini qo'shib boryaptilar. Bu juda faxrli nima qayd qilish mumkin bo'lgan ko'rsatkichlarimiz. Albatta bularning soni yanada ortib borishi bizni ustoz sifatida quvontiradi. Rahbariyatimizni ishonchlarini oqlashga asosiy omil bo'lib xizmat qilishini ham e'tirof etishimiz kerak bo'ladi. Rahmat ustoz. Mana har bir sohani rivoji o'ziga xos talablar bilan, omillar bilan bog'liqligini aytdingiz. Endi yosh talabalar, talaba yoshlar, sizni shogirdlaringiz, ularni ham o'zini maqsadlari bor. Ular bu yo'lda vatanni rivojiga, o'zini shaxsiy kasbiy rivojlanishiga hissa qo'shadigan omillar bilan bog'liq holda ularga nimalar tilagan bo'lardingiz? Istaklaringizni eshitamiz. Ikkita yo'nalishdagi axborotlar bilan ko'proq ishlash tavsiya etiladi. Birinchisi soha fanlarini va o'zini o'stirishga oid manbalardan ko'proq foydalanib, o'zini rivojlantirishini borishini men istagan bo'lardim. Ustoz rahmat. Siz boshqa pedagoglardan ajralib turadigan jihatingiz faoliyatni ikkita qanoti borligini bilasiz va amal qilasiz. Bir qanoti tashabbuskorlik, ikkinchisi tashkilotchilik. Shuning uchun tashabbus ko'rsatib, yanada yurtni ravnaqi, vatanni ravnaqi uchun tizimni, ta'lim tizimini sifati uchun o'z mulohazalarini bildiradigan kuyinchak ustozlardan birisiz. Doimo sog' bo'ling, omon bo'ling, farzand nevarlar baxtiga hamisha sog' bo'ling, jamoamiz baxtiga hamisha omon bo'ling. Rahmat, rahmat.